Assalomu alaykum. Ilmiy tadqiqot metodologiyasi fanidan ilmiy tadqiqot faoliyatining namoyon bo'lish shakllari mavzusida ma'lumot berib o'tmoqchiman. Ilmiy tadqiqot faoliyatining namoyon bo'lish shakllari ilm fan olamidagi yangi kashfiyotlar va innovatsiyalar asosan uzoq muddatli va tizimli tadqiqotlar orqali amalga oshiriladi. Bunda kichik tadqiqotlar maqsad va ahamiyatiga ega 3 ta bosqichga bo'linadi. Birinchi bosqich boshlang'ich bosqich, ikkinchisi ishonch hosil qilish bosqichi, uchinchisi katta loyihalarga tayyorgarlik bosqichi. Boshlang'ich bosqichda yangi g'oyalarni sinab ko'rish amalga oshiriladi. Ishonch hosil qilish bosqichida esa ilmiy metodologiyani o'rganish va mustaqil ishlash ko'nikmalarini rivojlantiradi. Katta loyihalarga tayyorgarlik bosqichida keng qamrovli tadqiqotlarni amalga oshirish uchun asos bo'lib xizmat qiladi. Bundan tashqari bu fanda biz kurs ishi, keyin magistrlik dissertatsiyasi, doktorlik, PhD himoyalarimizni ham o'rganishimiz mumkin. Kurs ishida esa talabalik davridagi ilk qadamni o'rganamiz. Asosiy xususiyatlari va maqsadlari. Asosiy xususiyatlari bunda o'qituvchi boshchiligidagi mustaqil ish, keyin birinchi, ikkinchi semestr mobaynida bajariladigan ishlar, 15-30 soatlik sahifalik hujjat, keyin amaliyot va nazariyaning uyg'unligi. Keyin uning asosiy maqsadlari esa talabalarga ilmiy ish metodologiyasini o'rgatish. Ya'ni, masalan, magistrlarga o'sha dissertatsiya mavzularini yozishda, ilmiy ishlarni qilishda yordam beradi. Bundan tashqari bitiruv malakaviy ishi va mustaqil tadqiqot tajribasini ham o'rganish mumkin. Bunda topshiriq va mavzuning tanlanishi, adabiyot va metodologiya, amaliy ish va tahlillarni ham o'rganishimiz mumkin. Hisobot va himoya. Keyin magistrlik dissertatsiyasiga keladigan bo'lsak, bu chuqur va ilmiy yondashuv hisoblanadi. Uning o'ziga xos jihatlari magistrlik dissertatsiyasi bakalavriat bosqichidan farqli o'laroq chuqurroq nazariy va amaliy tadqiqotni talab qiladi. Bunda 60-100 sahifalik hujjat bo'lib, yangi ma'lumotlar yoki yaxshiroq tahlilni o'z ichiga olish kerak bo'ladi. Mustaqil tadqiqot rejasi ishlab chiqish, keng qamrovli adabiyot shahri, keyin ilmiy metodologiya chuqur qo'llanishi va amaliyotga qo'llanish imkoniyatlari mavjud. Dissertatsiya ishidan tashqari biz yana doktorlik, PhD, dotsentlarni ham o'rganishimiz mumkin. PhD bu filosofiya doktori hisoblanadi. 3 yoki 5 yillik chuqur tadqiqot, ya'ni 3 yoki 5 yillik ilmiy bilimlarni o'rganish majmuidan iborat hisoblanadi. Dotsent esa ilm fan doktori. Bunda yangi nazariy yoki katta ilmiy maktab asoschiligi, muhim ilmiy yutuqlarni o'rganishimiz mumkin. Bundan tashqari doktorlik dissertatsiyasi ilm fan olamida eng yuqori darajadagi tadqiqot hisoblanadi. Bu nafaqat yangi ma'lumotlarni ochish, balki butun tadqiqot yo'nalishini ham shakllantirish mumkin. Yana monografiya. Monografiya bu keng qamrovli va tizimli tadqiqot usuli hisoblanadi. Uning asosiy belgilari esa monografiya bitta muayyan mavzu bo'yicha barcha aspektlarni chuqur va tizimli o'rganishga asoslangan va nazarda tutiladi. Bunda komplekslik, tizimli, natijaviylar o'rganiladi. Yana ilmiy maqsadlar natijalarni e'lon qilishning asosiy vositasi hisoblanadi. Bunda ilmiy jurnallar, konferensiyalar, ma'lumotlar bazasi. Masalan, biz ham ilmiy magistrlik dissertatsiyasida ilmiy ish yozishimizdan oldin unga maqolalar yozib, maqolalarni chop etamiz. Buni Scopus, Web of Science, Google Scholar kabi bazalarda indekslanib, global kengashga yetib borish kerak. Konferensiyalarda qatnashishimiz mumkin. Yana patent va ixtirolar.
Bunda tadqiqot, patentlash, amaliyot, tadqiqotda yangi muammo va yechim o'rganiladi, patentlashda yuridik himoya va huquq o'rganiladi, amaliyotda esa tijorat va sanoatda qo'llash o'rganiladi. Patentning ahamiyati ilmiy tadqiqot natijalarini amaliyotga o'tkazish va savdo muhitida muhim aktivga aylantirishning asosiy bo'g'ini hisoblanadi. Tadbirkorlik esa ixtirolar orqali startaplar yaratish va innovatsion loyihalarga investitsiya jalb qilish imkoniyati mavjud. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, amaliyot bu har bir daraja oldingi bosqichga asos bo'ladi. Innovatsiya esa yangi texnologiyalar va usullar hisoblanadi. Hamkorlik esa xalqaro loyihalarda ishtirok etish, ya'ni hamkorlik qilish hisoblanadi. Ilmiy tadqiqot faoliyati zamonaviy jamiyat rivojining asosi hisoblanadi. Har bir tadqiqot shakli o'z o'rni va ahamiyatiga ega bo'ladi va ular birgalikda ilm-fanning taraqqiyotini ta'minlaydi. Bugungi mavzuyimiz shundan iborat. E'tiboringiz uchun rahmat.